o'rtoqlar 2 qavatli kvartirada yashash orzu qilganlar bo'lsa, bitta like bosib qo'yamiz shu joyiga. Hozir duplex kvartiramizga kelganmiz, sotuvga chiqdi. 131 kvadrat umumiy maydoni. Juda ham katta uy. Mana ko'ringlar. Bu podyezddan kirish eshigimiz. Birinchi kirganda o'ng qo'lda yuvinish xonasi alohida joylashgan. Bu yoqda bo'lsa, hojatxona alohida. Mana bitta ko'rib, remontiga o'zingizlar baho beringlar. Chap qo'limizda bitta katta xonamiz. Buni endi yotoqxona qilib foydalanishyapti. Buni mehmonxona ham qilib qo'ysanglar bo'ladi. Mana shu ko'rib turgan hamma narsangiz qoladi joyida. Mana bu yoqda shkaflar qilingan kiyimlar uchun. Bu yerda bo'lsa oshxonamiz, juda ham katta mana. Bu yoqda o'tiradigan joylar, televizorlar ham bor. Endi ikkinchi qavatga chiqamiz. Ikkinchi qavatga chiqdik. Birinchi o'ng qo'ldagi uyimiz bu bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Mana ko'rib turibsizlar, juda ham katta, keng. Mana bitta bu yerda hol, bu 8-qavatdan chiquvchi podyezd eshigi. Bu yoqda bo'lsa shkaf qilib qo'yilgan. Bu yerda mana ikkinchi qavatdagi yuvinish xonasi va hojatxona. Endi oxirgi xonamiz bu mehmonxona. Ko'ringlar mana chiroylikkina. Hamma narsasi bor. Mana shu hamma narsa qoladi o'rtoqlar. Bu uyimiz Mirzo Ulug'bek tumani Parkinskiy ko'chasida joylashgan. Ko'rib turganingizdek G'ishli Novostroykada 131 kvadratli uyimizni 135 ming so'rovimiz, kelishiladigan joyi bor. Telefon nomerlarimiz video tagida bo'ladi.